hali do'zaxdan musulmonlardan bo'lgan gunohkorlar chiqishmas ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatda xotirjam rohatlana olmaydilar va Allohdan ularni chiqarishini so'raydilar. Alloh unga do'zaxdan bir guruh gunohkorlarni chiqazib, jannatga olib kirishga izn beradi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana qolgan musulmonlarni qutqarishni Allohdan so'raydilar va Alloh unga ruxsat beradi. Va bu bir necha marotaba takrorlanadi. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar: "Men yana so'rashga uyalaman. Do'zaxda hali ham musulmonlar qolgan bo'ladi. Payg'ambarlar va farishtalar ularga shafoatchi bo'lishadi." Va Alloh aytadi: "Payg'ambar shafoatchi bo'ldi va farishtalar shafoatchi bo'ldi. Endi esa mening shafaatim qoldi." Shunda Alloh jahannamdan har bir iymon keltirgan mu'minni olib chiqadi. Qalbida zarracha bo'lsa ham la ilaha illalloh bo'lgan odamni olib chiqadi. Qadrli birodarlarim va